أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم arkadaşlar. Bugünkü dersimiz müşahhir şertlerinin qatardan bo'lgan lav bilan boshlanadi. Musannif rahimahullah mundaq deydi: لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل. لو ötken zaman pilide işletildiğin şart harfi. O lev'nin pili muzarını de işletilişi az buludu. Yani lev'nin şu pili muzarını cümle şart kılıp ergeçtirip girişine ait az buludu, lekin bu mahanımıdır kabul kılınıdı. Şimdi demek lev harf şart desek bu lev iki gibi buludu. Lev harf imtina şart ve imtina gayri şart de iki gibi buludu. Harf imtina şart ve imtina gayri şart. Eğer lev mazide işletilgen bolsa o şart manisi bilan imtina oludu. Eğer muzarida işletilgen bolsa şart bo'lmagan asosda imtina işletiladi. G'ayri shart deymiz buni. Nima? G'ayri shart bo'ladi. Muzarida işletilsa şart g'ayri imtina. Eğer mazi işletilsa imtina'u şart limtina'il vücud deymiz. Hem de bu limtina ne degan bu desa cümle şartda ma'lum şirkatning vücut chiqishi cheklanganligi uchun javobi shartdagi şirkatning vücut chiqishi cheklanganligini bildiradi. Masalan, law kana fihima alihatun lafazadata. Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilahlar bo'lgan bo'lsa, albatta osmon zaminning qonuniyati buzilib ketgan bo'tdi deganga o'xshash. Law qam zaydun laqumtu deganga o'xshash. Agar zayd tug'an bo'lsa, men turdim desak, mana bu jumlada zayd tug'an bo'lsa, men turdim degan. Zayd tumudi, shuning uchun men tumudim demakchi. Demak, jumla shartda turishdan iborat sharkatning vujudga chiqishi cheklanganligi uchun javobi shartda turishdan iborat sharkatning vujudga chiqishi cheklandi. Law kana fihima alihatun illallohu lafasadata. Osmon zaminda Allohdan boshqa ilahlar yo'q. Shu Allohning osmon zaminining qonuniyati vaqti kirishdan ilgari buzilmadi deganga o'xshash. Buni harfi imtina limtina deganim shu. Endi bu ikkilisi bu chog'da mazi qil jumla shart va javob shart ikkilisi mazi qil degan ahvolni ko'rsatib turadi. Endi ikkinchisi lav harfi imtina nima? Lav harf shart g'ayri imtina deb keladi. Bu chog'da o shart ma'nosini bildiradi, lekin imtina ma'nosi yo'q. O chog'da fe'l muzari keladi bundan. Lekin masalan law ya'tini Zeydun gadan la akramannahu la ukrimannahu. Agar ati Zeyd menga kelsa, men uni hurmatlayman deymiz. Xuddi inga o'xshash, ini shartiga o'xshashlar ma'no chiqdi. Agar menga Zeyd ati kelsa, men uni chuqum hurmatlayman dedik. Bu yerda imtina ma'nosi yo'q, faqat shart ma'nosi bor. Mana bu harf shart bo'lgan chog'da harf shart imtina ma'nosini bildirishdan birga harf shart g'ayri imtina. Harf shartu imtinaiya, harf shart g'ayri imtinaiya degani mana shu. Undan boshqa law yana harf masdariya bo'lib ishlatiladi. Ko'pincha vaddi filidan kelib harf masdariya bo'ladi. Masalan, wadattu law qama zaydun. Men zaydning o'ltirishini yaxshi ko'rdim, do'st tutdim deganga o'xshash. Buning gapi 5 ta chiqib bo'lgan. Endi demak lavning fil mazi ishlatilganda lav fil mazi ishlatilganda harfi imtina limtina
Oldu pili muzarda işletilgende fakat şart manisi var, cheklenish manisi yok. Ama mazi işletilgende hem şart manisi var ve cheklenish manisi ham var. وهي في الاختصاص بالفعل كائن لكن لو بها قد تقترن. لو pilg'i xas bo'lashda inga o'xshaydi. Lekin lavga anna ba'zida qo'shilib keladi. Demakki, buningdan chiqdiki, lav odatda shu pilg'i xas o'ti degan gapdan lav ismning beshiga kirmaydi, filning beshiga kiradi. Xuddi inga o'xshash degani in shartiyamu filning beshiga kiradi. İsimning beshiga kirmaydi. İsimning beshiga kirib qolsa, bu ta'vil qilinadi. Lavmu filning beshiga kirdi, ismning beshiga kirmaydi. İsimning beshiga kirsa, bu ta'vil qilinadi. Lekin lav annaning ismi va annaning xabaridan qiyos qilingan masdar muavvalning beshiga kiradi. Bu xil ahvollar mavjud. Endi lav filga kirdi, ismga kirmaydi dedik. Bayam onun misalları ötep oldu. Lav qama Zaydun laqumtu deganga o'xshash. Bu ahvollar ötep oldu. Endi ismga kirgandan keyin ikki ixtilof bor. Ya'ni lav anna lavga qo'shilib kelgandan keyin masdar muavvalning beshiga kelgandan keyin buni filning beshiga kirdi demdik yoki ismning beshiga kirdi demdik deganda ixtilof bor. Bundaq deyildiki, masalan, law anna Zaydan qaimun laqumtu. Law anna Zaydan qaimun laqumtu deganda ixtilof bor. Deyiladi, bu law mushiyadimi filning beshiga kirishga xos bo'lgan xususiyati bo'yicha qolib qolgan. Anda da annaning ismi va annaning xabari tashlangan filning fa'ili. Asl law sabata anna Zaydan qaimun laqumtu. Zaydning ürtürüşü sabit bo'lgan bo'lsa, men albatta o'rnimdan turdim deganga o'xshash. Yana deyildi, yo'q, bu yerda lavning anga xos, bu yerda pilga xos bo'lishi yo'qoldi. Bu anna va annaning ismi va xabar hammasi bu nimaning o'rnida, mubtadaning o'rnida xabar tashlangan deb qaraymiz. Law anna Zaydan qaimun sabitun laqumtu deb sabitun yoki mavjudun yo kainun degan xabarni taqdir qilamiz degan qarashim bo'lgan. Bu xil ixtilofda bo'lgan. Nimadir qaysi xil ta'vil bilan ta'vil qilinsa mayli, ammo bu baytni tushunib olganimiz vahiya fil ixtisab bil fi'li kaindan tushunayotganimiz in shartiya filning beshiga kirishga xos bo'lgandek, law shartiya ham filning beshiga kirishga xos, mayli u fil mozi yoki muzari bo'lsin. Lakin law anna biha qad taqtarindin, lekin anna lavga ba'zida qo'shilib keladi. Bu chog'da buni jumla ismiya deb ta'vil qilsak ham bo'ladi, jumla fi'liya deb ta'vil qilsak ham bo'ladi demakchi. Va in mudari'un talaha surifa ila al-mudi nahwu law yapi kapa. Agar shu lavga muzarifil yandishib kelsa, u moziga yo'tkiladi. Law yapi kapa. Agar u vafo qilgan bo'lsa, kifoya qildi. Demak, vafo qilgan bo'lsa, kifoya qildi. Yetarlik bo'tdi dedi. Misol vafo law yapi law vafo ma'nosiga yo'tkiladi demakchi biz. Demak, yuqorqi qoidalardan chiqdiki, law ko'pincha vaqtda mozida ishlatiladi. Yine lavdan keyin kelgan fe'l shart mozi bo'ladi, muzari bo'lib qolsa, moziga ma'noda yo'tkiladi demakchi. Endi bizga bu yerda diqqat qilish qaror etganimiz lavning javobida javobi nimalardan keladi,
nepiden kelamdi musbatdim mu? Nepiden kelgende qandaq nepi vasıtalar bilen keladi. Levning javobida lam kelamdu kelmamdu degan haqda to'xtalamiz. Endi levga javob zurul bo'lish bilan birga u levning javobi yoki fe'l mozi bo'ladi yoki fe'l muzari ma'nan va labzan fe'l mozi yoki labzan muzari ma'nan mozi bo'ladi. Endi labzan ve ma'nan mozi deganimiz masalan law qama zaydun laqumtu desak labzan mozi bo'ladi. Endi ba'zi chaqda ma'nan shu mozi deganimiz o'sha lam bilan nafi qilingan bo'lsa, lam bilan nafi qilingan bo'lsa, u chaqda bu labzan nima bo'ladi? Muzari ma'nan mozi bo'ladi. Masalan لو لم يتخاصم الناس لاستراح القاضي desek kişiler cidalleşmegen bolsa qazi aramatdi degan o'xshash. Demak cidalleşti, şon qazi aramalanma degan o'xshash men lam bilan kelgan. Endi agar u lavning javobi musbat bo'lsa, onun cevabı da lamның kelişi köp. Cevapta lamның kelişi köp. Mesela law qama zaydun laqama amrun degan o'xshash. Ve o lamның taşlanishi musbat bo'lganda taşlanishimi durust. Law qama zaydun qama amrun deb kelishi durust, lekin lamның kelishi aksar lamның kelmasligi qalil hisoblanadi. Aqal. Agar o lamның javobi lam bilan nafi qilingan fil bo'lsa, lam uningga yondashib keladi. Lam qo'shilmaydi javobda. Masalan, law qam zaydun lam yaqum deb javob nima bilan kelgan bo'lsa, javob bu yerda nafi bo'lgan fil mozi bilan ma'nan fil mozi bilan kelgan bo'lsa, bu chaqda law qam zaydun lam yaqum deb bunda demaymiz, kelmaydi. Agar nafilik ma bilan bo'lgan bo'lsa, law qama zaydun man deb bunda kelgan bo'lsa, masalan law qama zaydun ma qama amrun deb kelgan bo'lsa, bu chaqda uni lamning ajrab qilishi ko'p, lamning qo'shilishi az. Durust. Lam az vaqtda qo'shilib keladi. Law qama zaydun laqama amrun kelishi az, lekin lamsiz kelishi ko'p, ammo lam bilan nafi qilingan bo'lsa, lam kelmaydi demakchi. Xulosul kalam lavning javobida cevabı ya musbat keladi yoki manfi keladi. Musbat kelsa ko'pincha vaqt lam keladi javobda, aql vaqt kelmaydi. Manfi bo'lganda manfi bo'lishi ya lam bilan bo'ladi yoki ma bilan bo'ladi. Ma bilan bo'lganda ko'pincha vaqtda uningda xabarda lamning kelmaydi. Aql vaqtda keladi. Ammo musbat bilan manfining aksi unjubutu. Musbatda aql holatda kami, aksar holatda kitdi. Ma'ningda ma bilan nafi bo'lganda aksar holatda kami aql holatda keladi demakchi. Ammo lam bilan bo'lganda kelmaydi. Endi amma va lavla va lavmaning haqida to'xtalamiz. Amma ve levla ve levmadan ibaret bu şart vasıtaları hakkında to'xtalganimizda musannif rahimahullah mundaq deydi. Amma kamahma yaku min şeyin vefa li tilviha vujuban ulipa. Amma mahma yakun min şeyin o'xshaydi. Amma mahma yakun min şeyin o'xshaydi amma. Fa ammaning javob cümlesinde fa'ning kelishi vacib qilindi. Tilvi har degan gap shu, ammaga yandishib kelguchi, ammaga yandishib kelguchi jumla shart, uning yandishib kelguchi javobi shart. Shu ammaning javobining javobida nima? Fa ammaning cevabıda, cümle şartının cevabındaki emmanın cevabıda fa'ning kelishi vacib demekçi. Endi bu emma hakkında emmanın mehmaga o'xshash deb qo'ydi. Anda bo'lsa mehmacho deganda emma esa harf tafsil. Bulup bu mehma degan adatu shart
ve yakun min şey degan cümle şartning o'rnida turadi. Ammo adatu shart ve cümle şartning o'rnida kelgan harf tafsil. Mahma yakun min şey aşada badab şu ammadan tushuniladi. Yakun min şey. Endi mahma yakun min şeyning i'robi to'xtalasaqmi, mahma yakun min şeyin fa'aliyun mujtahidun desak, ish qanday bo'lishdan qat'iy nazar eliytirishchan desak, mahma ismi shart bo'lib mubtada, yakun jumla shart, mahmana sabab bilan jazm qilgan, min şeyin ki min za'id şeyin yakunning fa'il, marfu alamatul marfu alamatul rafi az-zamma al-muqaddara fi akhirih لم يظهر علامة الرفع لأن منعت علامة الجر بسبب منның себебі білән зір қылған аламет, оны ашқара болышын, рәпіне аламет ашқара болышын тұсап қойған бұлыды. Анда да әмма мәхма якын мен шейінің оны туған болды. Әмді әммадың кейін көген, анда өз әммадың кейін сөзленген cevabı şart. Endi muşu cevabı şartga pa'ning kelishi lozim. Amma zaydun famuntaliqun deganga o'xshash. Amma ning o'rnida mahmani qo'ysak, mahma yaku min shay'in fa zaydun muntaliqun bo'ldi. Fa zaydun muntaliqun. Bu fa shartning javobida kelgan fa'di bu. Endi bu asl mahma yakun min shay'in fa zaydun muntaliqun fa shartning javobida kelgan fa'di. Amma endi mahma yakun min shay'in o'rniga amma almış kelganligi ni'matan, endi amma fa zaydun muntaliqun bo'lish kerak. Amma fa zaydun muntaliqun bo'lsa, amma adatu shart, fa zaydunniki fa javobi shartga kelganning javobi shartga kelgan fa, anda bo'lsa bu ikki adatu shartdan iborat ammadan iborat harf shart bilan harf tafsil bilan fa'din iborat shartning javobiga kelgan bu fa ikkisi bir yerda kelmaydi, o'ttiruvchi cho'qim fasil qistirilishi kerak. Shundan fa xabarning boshqa yo'tkalgan bo'ladi. Shundan amma zaydun famuntaliqun yo'tkalgan deb qaraymiz. Wa hasbu zilfa qalla fi nasrin iza lam yaku qawlun ma'aha qad nubiza. Əmişdə muşu şərtinin cavabıdır kilidğan, muşu fənin, muşu fə igisini taşlaş nəsirdə az buldu, əgər onun bilən qavl taşlanmağan bolsa. Biz yuqorida gördük, fənin kilişi vacib dedik. Əmdə muşu fəni taşlaş şirlarda nəhayəti köp. Hem de adetli sözlerde çoğusu mesela fe'emmel qital la qitale ledeykum velakin seyren fi irazil mevakib dedim. Fe'emmel qitalu la qitale ledeykum dedim. İşte emmanın cevabı farklış lazım degen. Lekin biz muşu fe'nin taşınışı nesirlerde az bol dedik ama şiirlerde köp. Mesela ama uruşqı kelsek sizlarda urush degan narsa mavjud emas. Asli qanday qilish kerak? Fa'ammal qitalu fala qitala ladaykum bo'lish kerak. Asli mahma yakun min shay'in fal qitalu la qitala ladaykum degan bu jumla. Shunga nasrlarda tashlanishi az. Nasrlarda tashlanishi az, shu nasrlarda fa bilan birga qawl so'zi tashlanmagan bo'lsa az. Ammo fa bilan birga qawl so'zi tashlangan bo'lsa, nasrlarda bu fa'ning tashlanishini ko'p uchraydi. Ammo nasrda qanday chog'da az fa'ning tashlanishi, qawl so'zi tashlanmagan bo'lsa, fa'ning tashlanishi az. Qawl so'zi tashlangan bo'lsa, fa'ning tashlanishi ko'p deymiz. Masalan, qawl so'zi bilan birga fa'ning tashlanishi bo'lgan misol. Alloh subhanahu va taoloning buni so'zi: "Fa'ammal ladzina sawaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum" desak, mishada yuzi qardab ketgan kishilarning masalasi kelsak, ularga sizlar iymon aytib bo'lgandan keyin kafir bo'ldingmi deyiladi. Mishada fa'ammal ladzina sawaddat wujuhum fayuqalu akafartum ba'da imanikum degan bo'ldi. Bu yerda fayuqalu deb
yuqal qavli so'zi fa bilan birga tashlandi. Bunda tashlanishi nəhayət köp uchraydi. Amma so'zi qavli so'zi tashlanmagan chaqda buning tashlanishi nəhayət az. Mesela amma ba'du fabalu rijalin yashtarituna shurutan laysat fi kitabillah deganga o'xshash. Mishala fa tashlangan. Amma ba'du fama balu rijalin de fa tashlanish kerakdi. Lekin qavlsiz tashlanmagani fa'ning tashlanishi nəhayət az uchraydi. Amma ba'du asli Elhamdülillahi Rabbil Alamin vel aqibatu lil muttaqin ve salatu ve selamu ala rasulihi Muhammedu ve aleyhi ve sahibi ecmain. Amma ba'du degan gap bilan boshladi. Alloh hamda aytib bo'lgandan keyin Muhammad al-Islomga va uning oila tavobatlariga durud va salomlarni yo'llab bo'lgandan keyin maqsadga kelsak degan mutaberki amma ba'du. Yine amma ba'du mahma yakun min shay min ba'du. Bunundan keyin ish qanday bo'lishdan qat'iy nazar avvalan biz Allohga Muhammad al-Islom amma ba'du degan amma ba'dal hamdi va salati. Allohga hamda Muhammad al-Islomga durud yo'llab bo'lgandan keyin ish qanday bo'lishdan qat'iy nazar so'zimizni Allohga hamda Muhammad al-Islomga durud yo'llab bo'lgandan keyin boshlaymiz demakchi. Ba'du beri pashga mabni muzofilli tashlangan, u muzofilay ba'dal hamdi va salatu. Beri fabalu deb kelishlikda fa tashlangan. Maqsadga kelsak, nimadir birmuncha erlarning ahvoli ki ular Allah'ın kitabida bo'lmagan shartlarni shart qilib olgan bu erlarning ahvoliga nima bo'ldi deb Rasul sallallohu alayhi vasallam buni so'zini boshlagan, mushuningda fabalu rijalin kelishtirlikda fa tashlangan ahvollar bo'lgan, lekin az. Endi lavla ve lavma yalzaman libtida iza imtana'an bi vujudin aqada. Lavla bilan lavma ibtidani lazım tutudu. Eğer o ikisi cümle şart vücudga chiqish, cümle şartki ish harakat vücudga chiqish bilan javobi shartning vücudga chiqishini cheklagan bo'lsa. Lavla va lavma yalzaman al-ibtida degan nima degan bo'ladi desa, lavla bilan lavma cümle ismiyaning beshig'i kiradi degan bo'ladi. Harfi imtina lil lavla va lavma harfi imtina lil vujud deymiz. Al lavna harfi imtina limtina ma'ni lavlani harfi imtina lil vujud. Cümle şarkat harfi imtina lil vujud degan nima demakchi desa, cümle shartda ma'lum sharakat harfi imtina cümle shartda ma'lum sharakat vujudga chiqqanligi uchun javobi shartda ma'lum sharakatning vujudga chiqishi cheklanganligini bildirdi. Masalan, lavlal ma'u lahalakan nasu. Su bo'lmagan bo'lsa kishilar halok bo'lib ketdi dedik. Demak, su bo'ldi. Shuning bilan kishilar halok bo'lmadi. Demak, jumla sharti bir ish harakatining vujudga chiqishi cheklandi. U ish harakati nima? Suning bo'lmasligidan iborat ish harakatining vujudga chiqishi cheklanganligi uchun javobi shartda kishilarning halok bo'lishidan iborat ish harakatining vujudga chiqishi cheklandi deymiz. Shunga mushu lavla bilan lavma bu cho'qim jumla ismiyaning beshi kirdi. Qanday chaqda desa, ashi jumla lavla bilan lavma aqada ikkisi bu lavla ayrim kelsin, lavma ayrim kirdi bu. İzamtina'an bi vujudin degan nima desa, imtina degan javobi sharti harakatning vujudga chiqishini cheklash degan bo'lsa, bi vujudin desa jumla sharti harakatning vujudga chiqishi cheklanganlik sababdan. Jumla shartda harakatning vujudga chiqishi cheklanganligi uchun javobi sharti harakatning vujudga chiqishini cheklanganligini bildirganda jumla ismiyaning besh tilda dedik. Endi lavla va lavmaning bu istimoli qaraydigan bo'lsak, bu bir harakatning cümle şartı ish harakatining vujudga chiqqanligi uchun javob sharti ish harakatining vujudga chiqishini cheklaydi dedik. Va bu davomli mubtadaning beshi kirdi. Ya'ni chuqum mubtada keladi, uning xabari mahzub bo'ladi. Masalan, lavlal ma la halakan nas. Lavlal hava'u la halakan nas. Lavlat tabib la halakal jarih. Masalan, doktor bo'lmagan bo'lsa yordam ketdi degan o'sha hammasida mavjudun degan xabar tashlangan bo'ladi. Endi buning javobi qanday keladi desa,
Agar javobi musbat bo'lsa, ko'pincha vaqtda lam qo'shilib keladi. Agar javobi manfiy bo'lsa, ko'p musbat bo'lsa, ko'pincha vaqtda lam qo'shilib keladi. Masalan, laula zaydun la akramtuka. Zayd bo'lmagan bo'lsa, men seni hurmatli etdim deganga o'xshash. Agar mushu bu musbat bo'lsa, lam qo'shilib ketadi ko'pincha. Agar ma bilan manfiy bo'lgan bo'lsa, javobi ma bilan manfiy bo'lgan bo'lsa, ko'pincha vaqtda lamdan ajrab keladi. Bu ashu lav bilan o'xshash. Agar lam bilan manfiy bo'lsa, uningga lam qo'shilmaydi, ay lav bilan o'xshaydi. Masalan, law ma zaydun la akramtuka. Zayd bo'lmagan bo'lsa, men seni hurmatli etdim deganga o'xshaydi. Endi bunundan ko'rib oldik, chuqum bu lavla bilan lavmaga mubtadaning beshi kirdi. İkincisi bunun cevabı labzan ve ma'nan mazi oludu yoki ma'nan mazi oludu. Chiqib cevabı mazi bo'lib kelganligini ko'rib oldik. Ve bihima tahzizan miz ve halla alla ala awliyanhal fi'la. Şu lavla bilan lavma bilan halla bilan alla bilan ala bilan tahzizni bayan qilib biring. Qiziqlantirishni bayan qilib biring. Va awliyanha fi'la va uningga filni yondashtirib keling. Demak bu halla alla aladin lavla lavmadinkin harf tahziz va harf tandim bo'lgan chaqda cho'qim fil kasun demakchi. Endi bu harf tahziz va harf tandim bo'lganda bu besh harf lavla lavma halla alla alala harf tahziz bo'lganda buningdan keyin cho'qim fil keladi. Fil kelganda u fil ya mazi bo'ladi va yoki muzari bo'ladi. Agar mazi bo'lsa cho'qim bu harfi tandim bo'ladi. Pushaymon qildirish harfi bo'ladi. Harfi tandim va tavbih kayish va pushaymon qildirish harfi bo'ladi. Agar muzari bo'lsa harfi tahziz qiziqlantirish harfi hisoblanadi. Masalan, halla zarabtu zaydan, hey zaydni nimishqimi uyg'onsa ha deganga o'xshash. Halla tajtahidu. Masalan, halla ijtahadta fi dirasa. Nimishqimi darsda tirishmagansa deganga o'xshash. Ammo muzorikasicha halla tajtahidu fi dirasa. Darsda tirishsangchu, ay darsda tirishqina deb bir xil shu nima maqsad qilinadi? Qiziqlantirish maqsad qilinadi. Shunga muzori kelmaydi, muzori kelsa, cho'qim muzorikani tahziz bo'lib, muzoridan amr ma'nosi maqsad qilinadi. وقد يليها اسم بفعل مزمر ألق أو بظاهر مؤخر. O harf tahzizlarga, adatı tahzizlarga, qiziqlantirish harflarga yushrun pilga mutaalliq qilingan ism yandishib keladi yoki keyin kelgan oshkor ismga aloqalantirib mutaalliq qilingan ism yandishib keladi. Demek biz bayan dedik bu adat-ı tahzizlerden kin pil keladi dedik. Endi adat-ı tahzizlerden kin isim kip qalsa qanday qilamiz deganda ism kip qalsa cho'qim ashyoda yushun bir pil batdi deb qaraymiz. Yoki oxirida kelgan pilga uni mutaalliq qilib bunda qarasaqmi bo'ladi. Masalan bu bayam halla ijtihatta dersen dedik. Sen dersi tirishqan bo'lsang dedik. Masalan halla zaydun yajtahidu fi dirasa desak, zayd dersda tirishsichu dedik. Mishada zaydunni yajtahiduninki yajtahiduning nimisda mutaalliq desak mi bo'ladi, ashara yushun pil desak mi bo'ladi. Halla yajtahidu zaydun yajtahidu deb kim kelgan yajtahidu tashlangan yajtahidu yushun pilni
tafsir qilib berguchi deb bunda qarasak bo'ldi. Yoki kin kelgan oshkora filga mutaalliq desak bo'ladi. Oshkora kelganga mutaalliq qilib uni vaqtda ismning besh kirmaydi deymiz. Yushun filga mutaalliq desak, yushun filga mutaalliq desak ism undan keyin tushmagan deb qaraymiz. Ama kinki mutaalliq desak, cho'qim undan keyin az qisman holatda ism kilido degan bo'ladi. Halla Zaydun yajtahidu desak, biz ya 5 ta yajtahidu, halla yajtahidu, Zaydun yajtahidu deb qiyas qilsak, cho'qim filning 5 da bundan keyin fil keldi deb qiyas qilamiz. Ammo halla Zaydun yajtahid desak, o chaqda 5 ta cho'qim bu nima kelsa, Muhammad yajtahidu degan filning mubdasi bo'lgandan keyin onundaki tekizimir Muhammed qaytgandan keyin bu vaqtda biz buni ismning 5 ta kirdi, ismning 5 ta kirishi qisman ahvol deb qarasak bo'ladi. Endi navbatda to'xtalmoqchi bo'lganimiz al-ikhbaru bil-lazi vel-alif vel-lam. Al-lazi bilan va ilif lam bilan xabar berish degan bo'ladi. Endi navbatda ko'rmoqchi bo'lgan bab asli buning mazmunlari allaqachon chiqib bo'lgan bir darslik. Lekin o'quvchining zehnini sinash uchun keltirilgan dars deb qaraladi. O'quvchining zehnini sinash uchun keltirilgan dars deyishimizning sababi nima deganda, chunki bu dars o'quvchining zehnini sinash uchun keltiriladi deyishimiz bu allazi va ilif lam bilan xabar berish dedi. Asli unda emas. Hozir ma iboratdan chiqdi allazi bilan xabar berish degan gap allazini xabar qilib keltirish degan gap chiqdi. Yo'q, bu yerda allazidin xabar berish demakchi. Allazini mubtada qilish, uning xabarini shu allazidin xabar qilgan bir xabar keltirish degan bo'ldi. Masalan, Xolidun muntaliqun desak, Xolid yo'l yurguchi degan bo'ldi. Endi mishada Xolidun muntaliqunda allazi bilan xabar bering deb qo'ydi. Xolidun muntaliqunda Zaydin allazi bilan xabar bering dedi. Unda emas, biz bu yerda allazidin Zayd bilan xabar beramiz. Anda bo'lsa Zaydun muntaliqun dedi. Xolidun muntaliqunda allazi huwa muntaliqun Xolidun. Yo'l yurguchi bo'lgan kishi Xolid deganga o'xshash. Buning da asos jihatdan 5 shart maqsad qilindi. Biri, demak, Xolidun muntaliqundan xabar berishda birinchidan xabarni ism mavsulni mubtada qilib keltirish. Ism allazi va muntaliqun Xolid degan bo'lish. Ikkinchisi xabarni ism mavsuldan berish, ism mavsuldan xabar berish. Ism mavsulni kalamning 5 ta keltirish ve aşağıdaki haber inindin haber qilinmoqchi bo'lgan ism keyniga chekindirilish, og'izga surutilish. Masalan, Xolidun muntaliqundagi Xoliddan allazi bilan xabar bering demoqchi bo'lgani, Xolidni allazini xabar qiling demoqchi. Anda bo'lsa Xolidni keyniga keltirishki, allazi va muntaliqun Xolidun, yo'l yurgan kishi Xolid deganga o'xshash. To'rtinchisi, aji keyin surilgan ismni xabar qilib peş o'qish Xolidun deb. Beşincisi, aşı arqısqa sürütülgen. Dördüncüsü, aşı ismi mevsullan kinliği sürütülgen haberinin oturusunda çokum bir sili keltiriş. Beşincisi, arqısqa sürütülgen isminin onda zimir keltiriş. Anda olsa Xolidun muntaliqunni biz allazidin Xolidun muntaliqunni Xoliddan allazidin xabar bersak, Xolid bilan o'chaqda allazi huwa muntaliqun Xolidun degan bo'ldi. Yo'l yurguchi bo'lgan kishi Xolid degan bo'ldi. Mishada birinchisi allazi bilan xabarni mubtada qildik, allazini kalamning 5 qilib keltirdik. Üçüncüsü keyniga surayotgan Xolidni peş o'qidik. To'rtinchisi allazi degan ism mavsullan keyniga suratilgan xabarning o'tirda sili keltirilsin, ism mavsulun silisi keltirilsin deb huwa muntaliqun deb keltirdik. Beşincisi arqısqa suratilgan ismning o'rnida ism mavsullan maslashadigan zimir keltirilsin debdi. Buna allaziga maslashadigan huwa muntaliqun. Asli huwaning o'rnida Xolid bo'ldi. Xolidun muntaliqun deb Xolidni keyniga suryapti, uning beshida o'rniga zimir keltirdik. Bu zimir cho'qim ism mavsulun maslashasi bo'ladi.
Mesela Hindun muntalikun olsa allati hiya muntalikatun Hindun degan o'xshash bo'ladi. Shunga al-ikhbaru bil-lazi degan gap al-ikhbaru anil-lazi bergi ba an ma'nosida bo'ladi. Endi maqsad mana shu. Uningdan boshqa gap yo'q bu yerda. Lekin hanimadir biz bekni bir tarjima qilib o'tash lozim keladi. Maqila akhbir anhu bil-lazi khabar anil-lazi mubtada'an qablu taqar. Wa ma siwahuma fawassitu sila a'iduha khalafun mu'til takmila. نحو الذي ضربته زيد فذا ضربت زيدا كان قدر المأخذة. أخبر عنه بالذي deyilgen nasa uningdan allazi bilan xabar bering deyilgini shu uningdan allazi bilan xabar bering deyilgen nasa uning oldida burun mubtada bo'lib qaror olgan nasidin xabarning xabar bering demakchi. Ya'ni allazi bilan uningdan xabar bering deyilgini xabardur. Nimadan xabar? U uning oldida qaror olgan, uning oldida mubtada bo'lib qaror olgan allazidan xabardur. Diqqat qilsak bu tarjimasini. Ya'ni u uningdan allazi bilan xabar bering deyilgan gap nima degan gap desa, unda deganlik 5'te karar mubtada bulup, 5'te mubtada bulup karar ağan, elleziden haber bering degan butumuna, ellezi ve muntalikun Halid'de, ellezi mubtada bulup karar ağan, Halidun bilan aş elleziden haber verdik demekçi. Ve ma siva ma pevessit husile, o işkisinin başkısını sile kılıp oturdu geldim. Kaz işkisinin elleziden ibaret mubtada bilan haberinin başkısını mubtada bilan xabarning o'rtasida kelgan narsani sil qilib o'tirdi keldiring. U silining shu jumladan shu ism mavsulga qaytquchi takmilini bag'ich bo'lgan xalabdir degan nima degan gap desa, shu jumlada yo'tkib o'tilgan bir ism bayda o'rnidan Xolidun muntaliqunda Xolidni oxiriga yo'tkib o'tgan asharga takmila o'rnidan yo'tkib o'tilgan ismning o'rni to'ldirib qo'ygan izbasar o'tu shu ism mavsul qaytgan zimir huwa muntaliqun huwa demakchi. Masalan allazi zarabtu zayd, men urgan kishi zayd deganga o'xshash. Buni mush asli zarabtu zaydan degan jumla edi. Asli mush zarabtu zaydan degan jumla hozir mush zaydandan allazi zayddan allazi bilan xabar bering degani allazini mubtada qilib Zeydni xabar qiling demakchi. Zarabtu Zeydandagi Zeydni mushu asli Zeydun zarabtu edi dedik. Zarabtu Zeydan edi. Mishalga Zeydni xabar qiling demakchi. Endi Zeyddan allazi ammo bizga savol berganda Zeyddan allazi bilan xabar bering deydi. Zeyddan allazi bilan xabar bering demakchi o'g'ni Zeydni xabar qilib allazini mubtada qiling demakchi. Ayni allazi zarabtuhu Zeydun deganga o'xshash. Endi aiduhu xalafun mu'tid takmila degan nima desa, zarabtuhudagi huzumir maqsad. Shu ism mavsul silistin ism mavsul qaytquchi bo'lgan zimir shu yo'tkib o'tilgan ismning o'rnini to'liqlab berguchi bo'lgan izbasardur deyishimizning sababi shu. Fadril ma'xaza desa, fa'adril ma'xaza degan gap ilingan o'rnini bilaveling degan bu asl lug'at ma'nosida ma'xaz degan ilinish o'rni. Mushunda elinish o'rni bilaveling demakchi o'g'ini mushuninga boshqasini qiyos qiling. Zarabtu Zaydanga Zaydun muntaliqunni qiyos qilib deganimizga o'xshash. Zarabtu Zaydanni allazi zarabtu deganga o'xshash. Masalan akramtu Muhammadan bo'lsa, allazi akramtuhu Muhammadun deganga o'xshash. Mushuna qiyos qilsangiz bu qog'inni mushuninga demakchi. Va billazayni vallazina vallati akhbir mura'iyan vifaqal musbati. Endi bu beytdan chiqqan mazmun nima deganda, bu beytdan chiqqan mazmun ism mavsulni mubtada qilganda ism mavsulning shu xabri mubtada bilan ism mavsul bilan jins turi sondan maslahatun demakchi. Allazinidin allazaynidin va allatinidin xabar biring sabit bulungan
musbat, yani isbotlanib kelgan muvofiq holatda rioya qil. Shu isbotlanib kelguchiga rioya qilguvchi bo'lgan holatda. Agar isbotlanib kelguchi muzakkar erlik birlik bo'lsa allazina, muzakkar erlik ishkilik bo'lsa allazaynini, muzakkar erlik birlik bo'lsa allazinani, ayollik birlik bo'lsa allatinini, allati deb, ayollik birlik bo'lsa allati, allahi deb bunda keltiring demakchi. Allazina, allazayni, allazina, allati bilan xabar biring isbotlanguchiga, agar so'zlanguchiga muvofiq holatda shuningga rioya qilib turib degan gap mana shu. Demek mufratga mufrat keltirilsin, tasniyaga tasniy keltirilsin, jamiga jami keltirilsin, erlikka erlik keltirilsin, ayollikka ayollik keltirilsin demekçi. Ve qubulu ta'khirin ve ta'rifin lima ukhbira anhu hahuna qad hutima. Uningdan bu yerda shu allazinidin bu yerda xabar berilgan narsa ta'khirni qabul qiluvchi bo'lish va ma'rifni qabul qiluvchi bo'lishi keskin qilindi. Demakchi o'g'limiz xabar qilingan narsa jumlaning keyniga surutilishi kerak demakchi. Keyniga surutil. Keyinda keltiruvchi bo'lishni qabul qiluvchi qabul ta'khir va ta'rif va qabul ta'rif deydi bu yerda. Qabul ta'khir keyniga oxiri keltirilgan so'z bo'lsin. Xabar qilingan söz ve ma'rifa qilsa qilg'ilayotgan söz olsun demekçi. Şuna onundan xabar berilgan narsaning kin keltirishni qabul qilishi, ma'rifa qilishni qabul qilishi bu yerda keskin qilindi. Ve kazal ghina anhu bi ajnabi aw bi muzmarin shartun fara'in ma ra'aw. Shundaqla o shu Onundan ecnebi nasi bilen bir hacet oluşum buludu, ya ki zimir bilen, ya ki ecnebi nasi bilen o haber kılınan nasinin bir hacet buluş şarttır. Ula raya kılganga raya kılın. Şimdi ellezi bilen onundan haber kılınan isimde şart etildi. Birincisi o haber kılınan isim ta'khirini qabul qiluvchi bo'lsin degan gap ism mavsu nima ismi istifham ve ismi şartlar bilan ne ellezinin haber kılgılı olmaydı demekçi. Demişka çünkü ismi istifhamni yoki ismi şartlarni cümlenin ahırına sürüvetiş, cümlenin ahırda keltirishni qabul qilmaydi. Çünkü ismi şart, ismi istifham degan cümlenin o'rnidan sadari kalam deymiz, cümlenin o beshida o'rin tutgan so'zlarning qatoridan bo'lg'achqa. Ve şundaqla qabul ta'rif dedi. O xabar qilingan söz ma'rifa qilishni qabul qiluvchi bo'lish kerak degani hal bo'lsa bo'lmaydi demakchi. Hal bo'lsa tamiz bo'lsa bo'lmaydi. Hal bo'lsa tamiz bo'lsa o holatni xabar qilib keltirgili bo'lmaydi, tamizni xabar qilib keltirgili bo'lmaydi demakchi. Masalan, jaa Zaydun rakibanda Zayd uloqliq keldi desak, rakibanni din allazi bilan xabar bering demekçi. Onda da ellezi jaa Zaydun rakibun degan bo'ldi. Zayd kelgan kishi uloqqa minguchidir degan bo'lib qoldi. Anda o'g'anki iyahu degan zamirni keltirish lozim bo'ldi. Ellezi jaa Zaydun iyahu rakibun. Zayd uloq kelgan kishi uloqqa minguchidir degan bo'ldi. Agarda rakibanning o'rniga iyahu degan zamir munfasilni keltirish lozim ketdi. İyahu degan zamir munfasilni keltirsak, bu yerda hal nakir tutgan narsa ma'rifaga aylanib qolgan bo'lib qoldi, shunga durust emasdi. Yoki tamizdan xabar bersak bo'lmaydi. O tamizmi asl nakir tutgan bir narsa, uni zamir keltirilsa, uni oxirgi xabarga o'tkazib o'tib, ma'rifaga aylanib qolgan bo'lsa, shunga bo'lmaydi. Kazalg'ina anhu bi ajnabin aw bi muzmarin shartun dedi. Onundan ecnebi bilen ya ki şu keyindin haber kılınan nesiden ecnebi bir söz bilen ya söz bilen ya zimir bilen bir hacet oluş şarttır dedi. Yani şu biz onundan haber kılınan nese onun onda yat bir sözüne ekiliş bilen bir hacet bulunsun. Onda olsa onda kılgılı olmaydı kaldırıcı o boğmaydı demekçi. Mesela haber bulup kişken cümleni haber bulup
kelgan cümleni bağlap durduğun rabitidan allazi bilan xabar bersak bo'lmaydi. Yine ism mavsulning silisi bilan bağlap durduğun bir zimir var. Yoki Zeydun yajtahidu desak, Zeydun yajtahidu desak, yajtahiduning tigidagi va degan zimirdan allazi bilan xabar bersak bo'lmaydi demakchi. Mesela Zeydun zarabtuhu desek, Zeydun zarabtuhu desek, Zeydun mubtada, zarabtuhu cümle haber, zarabtuhu deki cümleni Zeyd bilan bağlığını hu degan zimir. Endi hu degan zimirini allazinin haber qilg'ili bo'lsa deydi. Bulamdı degan bir gap chiqdi. Bo'lmaydi buni. Mesela allazi Zeydun zarabtuhu hu zarabtu iyyahu huwa deyish lozim keladi. Yoki anadan basak allazi Zeydun zarabtuhu anada zarabahu anada deyish lozim keladi. Bunda bo'lsa bo'lmaydi. Ve zimir bilan bihojat urinsa bo'lmaydi deganimiz, eningdan zimir bilan bihojat uringa yarag'uvchi bo'lish kerak. Yine mavsufdan sifatini tashlab mavsufdan xabar bergili bo'lmaydi. Masalan biz mesela bir misal zarabtu rajulan zarifen. Zirak bir erini urdum desek mishada rajuldan xabar berib zarifni tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Ama allazi zarabtuhu rajulun zarifun desek bo'ladi. Men urgan kishi zirak er desek bo'ldi. Ama rajulni so'zlab zarifni sifatli holatda qoldirib qo'ysakchi bo'lmaydi. Muzafilliyda muzafin bo'lib muzafilliyni tashlab qo'ysak bo'lmaganga o'xshash bu mazmunlarni ko'rsatib turadi. Yana oxirida nima deydi deganda va akhbaruhuna bi al va an ba'd ma yakunu fihi al-fi'lu qad taqaddama va in sahha suga silatin minhu li al kasughi waqin min man waqallahu batal. Endi allazina biz isim fail, isim mef'ullarning sıfatı isim fail, isim mef'ullarning beşlik kelgan iliflamni allazi ve allati ma'nosida degan bo'g'achqa, mush allazi allatilarni mubtada qilib bir xabar keltirgan ahvolning gapi chiqdi. Bu yerda iliflam bilan xabar bilan fe'l uningda ilgiri qilingan, uningdagi fe'l ilgiri bo'lgan narsaning ba'sidan iliflam bilan bu yerda xabar berdi ular deydi. Endi mesela vaqallahul batal, Allah qahramonni saqlasin dedik. Vaqallahul batal, Allah qahramonni saqlasin desak, vaqallahul batal da mishada pil ilgiri keldi mana. Mushu pil vaqallahu vaqada pil ilgiri keldi. Pil ilgiri bo'lgan narsaning ba'sidan iliflam bilan bu yerda xabar bering berdi deydi. Endi vaqallardan xabar bersak, bu chaqda el-vaqi vaqadan endi iliflamni akaganda iliflamning silisini keltirish lozim keladi. El-vaqi el-batala Allah. Qahramonni saqlovchi Allah demakchi biz bu yerda. Agar uningdan iliflam uchun sil yasa sahih bo'lsa debdi. Mishu vaqallahul bataldan iliflamga sil yasaqli bo'lmam tursa bo'ladi. Masalan, vaqa din el-vaqi el-batala Allahu. Allazi degan el-vaqi keldimdi. Allah qahramonni saqlovchi Allohdir demakchi deganga o'xshash. Nimada mushu cümlede kelgan so'zni xabar berishda masalan cümle ismiya yoki cümle fi'liya bo'ladi. Masalan Zeydun qoimundan xabar berganda biz dedik allazi va qoimun Zeydun deb. Cümle fi'liyada zarabtu Zeydanda allazi zarabtu Zeyd dedik. Endi iliflam bilan ismdan xabar berilmaydi, faqat u cümle fi'liya rekasi bo'ladi. Allazi bilan cümle ismiyada xabar berdik, cümle fi'liyada xabar berdik. Ama iliflam bilan xabar berish uchun chuqum cümle fi'liya bo'lish kerak. Va shu cümle fi'liyadagi fildan ism mavsulga sil yasaqli bo'lish kerak degan gap, shu fildan ismi fa'il va ism maf'ullar yasaladigan bo'lish kerak. Vaqallahul batala deganga o'xshash. Ammo
Şu cümle nemişki cümle ismiyatı bo'lmaydi desa cümle ismiyatı degandan ism fa'il ism maf'ul yasalmaydi. Endi uning pil bo'lsin, u pildan nima yasalg'ili bo'lsa dedik, u pildan dedik. Va qallahul batalga o'xshash shu pildan ism mavzuliga siylasiqli bo'lsa dedik. Endi u pildan ism mavzuliga siylasiqli bo'lish degan gap ism fa'il ism maf'ul yasalsin dedik. Ammo pil jamiyatdan ism fa'il ism maf'ul yasalmaydi. Masalan, ni'mar rajulni bu yerda allazi bilan xabar qilib ar-rajulni kagilmaydi. Mishqa ni'midan yasig'ilib bo'lmag'achqa. Ammo vaqallahu bo'ldi. Vaqallahul bataldan al-waqi al-batala Allahu degan bo'ldi. Fa'ildan xabar berdi. Agar bataldan xabar bersak-chu al-waqihi Allahul batal. Uni Allah saqlagan kishi qahramondir deganga o'xshash. Ve in yakun ma rafa'at silatu al damir gayriha ubina ve nfasal. Agar iliplamning silisi rapi o'qitgan narsa, boshqacha keltirgan narsa, uning g'ayrining zimiri bo'lsa, ism mavsulning silisiga iliplamga qaytgan zimir, iliplam qaytgan zimirning g'ayri bo'lsa, bu zimir munfasil qilib aniq ochiq keltiriladi. Demek iliplamning silisida silis ulab kelgan sifat bir zimirni rapi o'qitibdi. Endi shu zimir iliplamga qaytdi ya iliplamning g'ayriga qaytdi. İliplamga qaytsa o zimir yushurin keltirildi. İliplamning g'ayri qaytsa o zimir ochiq keltirildi. Masalan, biz ballagtu min Zaydayn ila amrayn risalatan desak, men ikki Zayddan ikki amrga bir xatni avatdim dedik. Endi bu yani fa'ildan xabar bersak, al-muballigh min Zaydayn ila amrayn risalatan ana. Zayddan amriga xat avatguchi man desak, agar mishada al-muballighdagi iliplam qaytguchi bo'lgan zimir tigrik va al-muballighning tigrik va bo'lib iliplam qaytdi. Chunki bu yerda shu iliplamning silisi bo'lgan ism fa'il muballigh iliplamga qaytgan zimirni rapi o'qitdi. Shun o zimir mustatir bo'lib yushurin qilib muballighning tigida va degan zimir bor. Agar biz bu yerda Zaydayndan xabar ver. Zarab ballagtuhu min amrayn ila min Zaydayn ila amrayn risalatan ki ballagtuhudun ba'may Zaydayndan shu xabar bersak-chu, o'chada al-muballigh ana minhuma ila amrayn risalatan az-Zaydan. Yani men u ikkisidan ikki amrga xat avatguchi ikki Zayddir degan. Al-muballigh bu yerda rapi o'qitqini nimaga qaytmaydi? Al-muballigh mishada ana degan zimir muballigh bilan rapi o'qilingan. Lekin bu shu iliplamga qaytmaydi. Chunki murad yani iliplam bilan ikkilik ism maqsad qilingan. Ya'ni xat men u ikkisidan xat avatguchi ikki amriga ikki Zayddan xat avatguchi ikki dan bu yerda. Anda bo'lsa muballighning tigidagi zimir ana tigidagi zimir iliplam qaytanmaydi. Anda onu ana degan zimirni oshkor keltirish lozim keldi durib yotgan zimirni. Mana bu shu iliplam bilan xabar berish degan gap. Bu nayati rushan boshqa darslarda bu gap kamisimu bu biz bunga grammatikada muhtoj bo'lmaydigan bir gaplar. Lekin intahan sifatida keltirilgan dars hisoblanadi. Bugungi darsimiz shundan oxirlashdi. Va oxir da'vana alhamdulillahi robbil alamin.